Yo'q! Ochil, yet. To'xta. Hozir xotinni nimaga o'ynash qildi? Keling, yaxshimisiz? O'rtoq yaxshimilar? 3 kilo kartoshka, 3 kilo piyoz, 2 kilo pomidor berasiz, a? Rahmat, yaxshi. O'rtog'ingiz ham uyda bitta ishni boshlanmasdan, uyda bekor yotishibdi-da. Ha, mayli, bironta ish chiqib qolar. Iloji bo'lsa telefon nomeringizni bera olasizmi? Yo'q, nimaga? Ha, o'rtog'imda bor nomerim. Bir ikkita so'raydigan maslahatli ishlarim bor edi. Shunga o'zimga bera olasizmi nomeringizni? Ha, bo'ldi, yozib oling bo'lsam. Men Jamshid o'rtog'ingizni ayollariman, esladingizmi? Ha, kelin, tuzyapsiz? Bo'shmidingiz? Bir joyga borishim kerak edi. Aksiga olib yonimda pulim ham qolmadi. Hozir birovni kutib turdim. Uzog'i 15 minutlarda bo'shayman. Qayerda turibsiz? Ha, 15 minutdami? Ha, mayli kutib turaman. Mana chartoq metam bor-ku, shuni yonidaman, kelaverasiz. Bo'ldi, o'taman. Xo'p. Kelin, chiqaring. Kelin, yaxshimisiz? Qayerga olib borib keling? Yaxshi, rahmat. Chodiylik 71 ga o'tib kelaylik. Mayli kelin. Siqilmang. Endi menga yomonlab qo'ydingiz, o'rtog'imni boshqa begonalarga yomonlab yurmang. Ha, endi qiynalib ketdim-da. Uyda nonam, ro'zg'orga bozorligim qolmaganda. Ha, yo'q. Unda buni pulni oling-da, uyga ro'zg'orlik qiling. O'rtog'imga mendan olganingizni aytmaysiz-a? Yo'q, ololmayman. Uni odamni xijolat qilmang. Oling, uyga ro'zg'orlik qilasiz. Hay, rahmat. Sog' bo'ling. Keyin o'zi telefon qildi. Ha, o'zi menga tashash qildi-yu. Endi yeriga o'sha berdi. Bu joyda bir gap bor. Ha, mana uni o'rash kerak. Kim bu janob? Bittasi, lekin bitta minus tarafi eri borda. Ayyo aka, muammo emas. Soqqasini bersangiz, eri bor ilonni ham ko'ndirib beraman. Ha, yaxshi. Buni o'zingniki qilasan-da. Tur desang turadigan, yot desang yotadigan darajada olib borasan. Keyin meni bir ikkita so'rab oladigan narsalar bor. O'shani so'rab berasan. Bo'ldi.